ko'pchilik ustalarda bo'ladigan muammo, Cobalt Gentra mashinalarining balon oddiy narsaga yechganda ham shpilkasi rezvasi chaynab chiqadi hamda bunga shpilkasini alishtirish uchun ancha ko'p vaqt ketadi hamda klientlar o'rtasida nizo kelib chiqadi, bir-birini tushunmaydi. Buni rezvani shpilkani alishtirmasdan oson qo'yish yo'li bor, sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu oddiy metchida olinadi, 125 shagli metchi hamda orqasiga oddiy o'lgan yorilib ketgan ustalarda dehqonchilik bo'ladi bu galovka. Oddiy galovkani svarka qo'rasizlarda tayyor sizlarga instrument bo'ladi. Agar buni to'kirga olib boradigan bo'lsa, atrofida yaykasi borligi uchun buni ocholmaydi. Siz oddiy mana shunaqa narsa yasab olasizda, shuni o'lgan boltga solasizda, tashutkada yoki bu narsani aylantirib, metchida yurgizib, rezvani ochib olsa bo'ladi. Shu bilan muammo hal. Bemalol libo yaykani xolasalarni yangi yayga qo'yib beringlar. Xolasalarni o'ziga ichiga ham metchiga bor. O'shani ham olsalaring ikkosi bir jup bo'lib, bemalol ishlarini bitirib beradi hamda klient ham xursand, usta ham xursand, nizo chiqmaydi. Bu videoda asosan mana shunaqa shpilkani o'ldirib qo'yadigan ustalarga jo'natib qo'yamiz.